Leksiyalarımızı davamlaştırmamız hürmetli vatandaş. Bugünkü islaha 2021 yıl 5. ayının 5. günü. Eçiptim ben. 5. ayının 5. günü. 5. günü. Hem de yukarı leksiyamızın devamı. Durma. Yukarı leksiyamızın devamı Cüngü'ye qaratqan pozisiya texemi qattiq bo'lib. Texemi yuqori o'rlaydi. 7 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Londonga yetib berib mundaq ko'rsatdi. Xalqaro qoida nizomlar asosida tiklangan xalqaro tartibni tirishchanlik ko'rsatib qo'g'daymiz. Agar har qanday davlat xalqaro tartibni buzishga urinadi ekan, mayli Jungo bo'lsin yoki boshqa davlat bo'lsin, xalqaro tartibni buzishga urinadi ekan, biz ko'krak kirib, o'ttirg'i chiqib, xalqaro tartibni qo'g'daymiz. Germaniyaning tashqi ishlar ministri Mas mundaq ko'rsatdi. Mustabid davlatlar va zo'ravon hukmronlar o'zining siyosat andizisi shaklini tatbiq qilishga urinyapti. Erkinlik va demokratiyaga xiras e'lon qilyapti. Shunglashqa 7 davlat guruhi ramkasi ichida o'rtaq qimmat qarashlari turg'izishimiz lozim. O'rtaq siyosat tuzishimiz lozim. Endi bayqi xabarimiz keldi vatandaşlar. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Yevropa ziyoratida Amerika Jungo munosabati to'g'risida to'xtaldi. Xalqaro tartibni qo'g'daymiz. Mavzuli xabar 5. ayning 5. kuni Jungoga nazar to'rbitida e'lon qilindi. Abduri Shavran xabar mundaq boshlandi. Londonda o'tkazilayotgan 7 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken 5. ayning 4. kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungoni cheklashga urinmaydi. Lekin xalqaro qoida nizomlarni asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'daydi. Amerika Jungo munosabati jumladan qarshilashish, raqobatlashish va hamkorlashishdan iborat 3 qatlamni o'z ichiga oladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 5. ayning 4. kuni Angliya pul muomala gazeti muxbirining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenni maxsus ziyorat qilgan ziyorat xotirasini anglatdi. E'lon qildi. Bu yil 3. ayda Amerika Jungo yuqori qatlam rahbarlari Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska shtatida biri bilan elishib yig'in ochganda davlat ishlar kotibi Blinken mundaq ko'rsatgan. Biz Jungoni cheklashga yoki Jungoga bosim ishlatishga urinmaymiz. Biz xalqaro tartibni qo'g'daymiz. Biz bu tartibga bir necha 10 yil mablag' soldik, ya'ni kuch chiqardik. Manfaatimizni yaxshi qondirdik. Bizlar emas, men shunday hisoblaymanki, garchi toza mukammal bo'lmasa-mu, dunyoning manfaatini ham yaxshi qondirdi. Shuni aytib o'tayki, Jungoning manfaatini yaxshi qondirdi. Kimdi-kim harakat qo'llanib, dunyo tartibini qalaymi qallashtiradi ekan,
dünya tertibiga xirish e'lon qildi ekan. Dünya tertibiga buzg'unchilik qilishga urinadi ekan. Biz Amerika, ya'ni Amerika ko'krak kirib, o'tirg'i chiqib, dünya tertibini qo'g'daymiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoning og'zida takrorlanib turadigan, Jungoning ichki ishi deydigan atashlarga qattiq raddiya berdi. Endi davomini anglaysiz vatandosh.